Assalomu alaykum hammaga. Mana navbatdagi Fayzli xonadonimizga eshik-romlarni hop tayyorlash jarayonidamiz. Pastga bitib qoldi. Hop, ikkita rom, ikkita eshik berganmiz. Ko'r baho beraverasizlar. Akifadan bo'lgan. Akifa dukmakko, taylari arkafon bo'lgan, ruchkalari komfortli, termo ruchka bo'lgan. Hop, ancha muddat xizmat qiladi. Arkafullari ham ko'raverasizlar, pastda bir xil rangi bilan bir xil chiqadi. Kimga shunaqa sifatli ishlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Podpiska va like bosishni unutmaysizlar. Hammaga rahmat.